Qornim och, ovqat yeyishni xohlayman. Har safar ovqatga borganimda odamlar ko'pligidan ola olmayman. Akam shahid bo'ldi. U bizga ovqat olib kelmoqchi edi. Kecha ketgandi, payshanba kuni. Kecha shahid holda olib keldik. Bugun dafn etdik. U bizga ovqat olib kelmoqchi edi. Otam borib qarasa shahid bo'lgan ekan. Har kuni xayriya taomiga boraman, yetmay qoladi. Suv tarqatishganda ham yetmay qoladi. Yegani hech narsa yo'q. Ertalab ovqatsiz uyg'onamiz, kechqurun ham ovqatsiz uxlaymiz. Xayriya markazi oldida 3 dona baqlajon sho'rvasini olish uchun ertalab soat 6 dan beri navbatda turdim. 3 dona baqlajon bo'lagi va suv. Ertaga ertalabgacha shu ovqat. Alloh yengillik bersin. Otam va onam ukam uchun sut olib kelish uchun ketishdi. Ukamda sut yo'q edi. Topa olishmadi.